Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana sizlar uchun kimyodan 2015-yilda hit bo'lgan savollarimizdan bitta yechim qilib ko'rsatib bermoqchimiz. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Demak, element yadrosida, noma'lum element yadrosida 42 ta neutron bor. Neutron 42. Noma'lum element biz bilmaymiz. Xo'p, bu yadrodagi aytayaptiki, proton nukleonlarning 44% tashkil etsa elementi aniqlangan. Bizga chizib oladiganlarimiz nukleon. Bu masalan ishlashdan oldin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Nima? Boyagi momentda hozir nukleon degan narsa bor, to'g'rimi? Nukleon. Nukleon nima? Nukleon bu proton bilan neutron yig'indisi. Ular beradi bizga proton bilan atom massa beradi. Ya'ni tezda atom massa demasdan nukleon deb kelishi mumkin. O'sha tushunchani tushunib olsak bo'ldi. Demak, u tushunchani tushundik. Biz qanday nima qilamiz bu yerda? Elementni bilmaymiz, nimaligini, to'g'rimi? O'sha bir elementni biz o'zimizdan A deb olaylik, mana. A element. Noma'lum A element. Uni demak, o'sha A elementi masalan nukleon soni, ya'ni neutronni n deb olamiz. Keyin bizga protonni qizilligini olaylik, masalan, protonni tepasiga masalan o'z joyi aniqlash kerak, pastda proton bo'lar. Endi nukleon soni aniq bo'lgani uchun pastga nukleon qo'yib qo'ydim, ya'ni x deb olamiz. Nukleon deb, neutron soni aniq bo'lgani uchun pastga, aslida neutron tepada, proton pastda bo'ladi. Demak, betga 42 ta deb olamiz. Endi sizga buni oson usulda ishlab ko'rsataman. Ya'ni proton, neutron, elektron hammasi har doim 100% bilan bilamiz. 100% uchun bilsak, bizga hammasi, ya'ni x proton plus neutron 42 ta, bizda 44%imiz shuni 44%imiz nima ekan? Nukleonlarning 44% proton tashiydi. Protonni biz nima deb oldik? Protonni biz x deb oldik. Nima uchun x qo'ydik? Tenglamat ishlasak bo'ldi. Ya'ni 100x barobar 44x plus 42 ni 44 ga ko'paytirsak 168 bo'ladi. Keyin bu ham 168 bo'ladi. Shunda 1848 bo'lar ekan. 1848. Ayirib olsak, bundan 56x teng 1848 bo'ladigan bo'lsak, x teng 33 chiqar ekan. Bu qaysi element degani 33? Ya'ni atom massasi 33 degani proton tartib raqami 33 degani bu mishakka to'g'ri keladi. Asli. Demak, A elementimiz mishak ekan. Shunda javob ajoyib. Tushundingiz degan umiddaman. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol YouTube ijtimoiy tarmoqqa kanalimga obuna bo'ling, YouTube'ga yozishingiz mumkin, Telegram kanalimizga ham yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beraman. 92-ni sizlar uchun tashladim. Harakat qilib ko'ring. Xuddi shunday ishlab ko'ring. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Mana shu yo'lni o'rganib olasiz. O'shanga qarab ishlab ko'ring. Faqat oxirida bitta sharti bor. Ya'ni qudrati birpasini topib ko'rasiz. Agar topa olmasangiz, yozsangiz uni ham o'rgatib yoraman. E'tiboringiz uchun rahmat.